Body kamera o'chib ketdi deb bular ishga bormoqchi bo'lyapti. Yerda 5, 6, 7, 8 nafar gayi bo'lgan. Qavurg'am sindirib borishdi. Banisalarga yozib chiqdim. 8 ta gayidan hatto bittasini o'zi ham body kamera ishlash kerak. Body kamerani ko'tarib ishlarini so'rayman. Qo'shinga chiqib so'radim. Body kamera ishlab deb aytdi. Mana body kamera. Hech narsa qilolmaysiz. Kiydimi bo'ldi. Xatga bormasa uni yozadi. O'tirsa ham hech narsa qilib o'chira olmaydi ham. Sababi onlayn rejimda signal ketadi o'sha bazaga. Video tasvirlar nega ochiqlanmayapti? Ochiqlanishi kerak emas deb hisoblansa, video tasvirlar o'rganilgani bo'yicha yozma ravishda ma'lumot berilmayapti. Body kamera ishlamaydigan bo'lsa, nima qiladi uni gayi xodimlari body kamera taqib olib? Blogger Dostonbek Rahimov. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Dostonbek Rahimov. Bizga Jizzax viloyatidan bir fuqaro murojaat yo'lladi. Uning ta'kidlashicha, 8 nafarga yaqin yo'l patrul xizmati xodimlari uni quvganligi, tan jarohati yetkazilganligi, bosim qilishganligini iddao qilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Odil Bishirat Orziqulovich 31-mart kuni tungi soat 22:00 da Jizzaxdan Baxmalsoy yo'nalishiga harakatlandimda, ichkarlik sababli uchun qo'shdim. Shundan so'ng mashinam korobkasi atkasi qo'lib Baxmalsoygacha yetib borib, mashinada to'xtadim. Mashina buzildi. Gayi xodimi, familiyasini aniq bilmayman. 7-8 kishi gayi meni mashinadan majburlab tushirib olib, urib, so'kib haqoratlab, qavurg'am sindirib borishdi. Banisalarga yozib chiqdim. Qattiq harakatlarimga hamma jazoimni oldim. Qolgan gayi xodimlarga ham chorak ko'rishingizni tilayman. 20 kun vaqt davomida ish ko'rmayapti. 11:02 ga telefon qildim, 102 ga qildim, 10:00 ga qildim. 3 ta raqamga murojaat qildim. Desa ko'rib chiqyapmiz deyishyapti. Bu ko'rib chiqishga vaqt ketadi, ertaga bir oydan keyin body kamera o'chib ketdi deb bular ishga bormoqchi bo'lyapti. Biz ushbu masala yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatiga bog'landik va masalani unga aytganimizda u ushbu xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. Blogger Dostonbek Rahimov. Hurmatli Ichki ishlar vazirligi gayilar urib, meni qavurg'am sindirib yuborganligi holat bo'yicha body kamerani ko'tarib ishlarini so'rayman. Yerda 5, 6, 7, 8 nafar gayi bo'lgan. Men demoqchi bo'lganim 8 ta gayidan hatto bittasini o'zi ham body kamera ishlash kerak. Ichgan bo'lsam, o'zim uchun ichganman, o'zim uchun javob berdim. Bular ham aybsiz qolmasin. Bular xatolari yopilib ketmasin. Balkim body kamera ko'tarsa yana yerda aybdordirman. Unga ham javob beraman. Lekin shuni body kamerani men ko'tarib beringlar. Agar fuqaro bu yerda aybdor bo'lsa, body kamera ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Lekin gayi xodim, dan xodimini aybdorligini bilib turib, bular yopishyapti body kamerani. Body kamera ishlamaydigan bo'lsa, nima qiladi uni gayi xodimlar body kamerani taqib olib? Hozir ishim bo'yicha 14-dan beri Jizzax viloyatida ishlamayapti ekan. U gap noto'g'ri. Toshkentga chiqib so'radim. Body kamera ishlab deb aytdi. Lekin meni holatim bo'yicha body kamera ishlamayapti bu yerda hozir. Yo'l patrul xizmati xodimlarining body kamerasi bir vaqtning o'zida ishlamay qolishi mumkin emas. Kanada qoidabuzarlik ko'rsa, mana shu knopka bosadi, bu registratsiya bo'ladi. Batareyka 8 soatga yetadi. Batareyka tugasa, mana shu orqali ratsiyani bakteriyaga уже ta'minotni oladi. 12 soat. Bu tugasa, mashuratsiyani ikkita batareykasi bu yerda turadi. Batareykasi turadi, almashtiradi, yana 20 ta soat ishlaydi. Mana body kamera. Hech narsa qilolmaysiz. Kiydimi bo'ldi. Xatga bormasa uni yozadi. O'tirsa ham hech narsa qilib o'chira olmaydi ham. Sababi onlayn rejimda signal ketadi o'sha bazaga. Bazaga ketadi, keyin biz o'sha chora ko'ramiz, yechgan bo'lsa, biz uni chorasini ko'ramiz. Joyga keladi. Bo'ldi, onlayn rejim. Hech narsa qilolmaysiz. Men o'ylayman, bu mana ichki ishlar tizimida birinchi qadam mana shu nima deydi, inson faktori kamaytirish. Mana shu zapis bir oyda saqlanadi. Video tasvirlar nega ochiqlanmayapti? Ochiqlanishi kerak emas deb hisoblansa, video tasvirlar o'rganilgani bo'yicha yozma ravishda ma'lumot berilmayapti.
Fuqaroning murojaati yuzasidan bir nechta yo'l patrul xizmati xodimlariga xizmat tekshiruvi o'tkazilgan. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qonun buzilishi holati kuzatilmagani bayon etilgan. Tekshiruv xulosa nusxasi G'allaorol prokuraturasiga yuborilgan. Fuqaro yo'l patrul xizmati xodimlariga xizmat tekshiruvi to'liq o'tkazilmagani, yo'l patrul xizmati xodimlari bodi kamerasidagi video tasvirlar ochiqlanmay, huquqiy baho berilmay, bir tomonlama olib borilgani, shu munosabat bilan G'allaorol tuman prokuraturasi yo'l patrul xizmati xodimlariga qaytadan xizmat tekshiruvi tayinlab, vaziyatni o'z nazoratiga olishini so'ramoqda. Biz esa voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. 31-mart kuni 22:30lar, 22larda bo'lgan holat bo'yicha gaylarga xizmat tekshiruvi va qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman. Blogger Dostonbek Rahimov.